Ayol kishi tug'ishga borgan paytida bachadon aylana bo'ladi. Bachadon bo'yinchasi bo'ladi. Bachadon bo'yinchasi odatda yopiq bo'ladi. Ginekologlar ko'rgan paytida bachadon bo'yni yopiq, uzun, qalinligini his qiladi konsistensiyasini. Bolamiz esa bu yerda yotgan bo'ladi. Bachadonni har bir mushak qavati bir-biriga ritmik bog'langan bo'ladi va bir-biriga tug'ruq paytida ritmik impulslar o'tkazadi. Bu impulslarni aniq-tiniq ilmiy izlanishda tasdig'i yo'q, lekin bu miya, gormonal sistema, mikroelementlar va biokimik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladida va har bittasiga ta'siri bo'ladi. Ya'ni har bitta mushak to'qimasi bir-biridan ritmni o'tkazadi, ritmik qisqarishga harakat qiladi. Har bir qisqargan paytida bachadon bo'yinchasi ikki tarafga ochilishni boshlaydi. Bu masalan birinchi tug'uvchilarda 24 soat bo'lsa, ikkinchi tug'uvchilarda 12 soat davom etishi mumkin. Mana shu jarayon juda ham chiroyli boshqariladi. Har bitta sikl, har bitta ritm, har bitta holati mukammal darajada borliqda ishlab chiqarilgan bo'ladi va bu jarayonni tezlashtirishga harakat qilish, bu jarayonga ta'sir ko'rsatishga harakat qilish bu ritmni buzilishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni ritmik har bitta bachadon to'qimasi, bachadonni mushagi qisqargan paytda bachadonni bo'yinchasini sifatli ochilishini buzadi. Shu sababli tug'ruq jarayoni birinchi period juda ham chiroyli o'tishi kerak.